Samarqand viloyat hokimligi tashkiliy kadrlar guruhi rahbari Bekzod Rahmatullayev Samarqand davlat universitetining rahbarlik va yetakchilik salohiyatiga ega iqtidorli talabalari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida yoshlar bilan ochiq muloqot qilinib, liderlik ko'nikmalari, kadrlar siyosati va rahbarlikka tayyorgarlik borasida fikrlar bildirildi. Shuningdek, uchrashuv davomida iqtidorli talabalarni ishga joylashtirish masalalari ham muhokama qilinib, amaliy yechimlar belgilandi. Bu uchrashuv yoshlarda kelajakka ishonch uyg'otdi. Ularni faol hayotga va mas'uliyatli lavozimlarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Men bu uchrashuvda, hokim va liderlar uchrashuvida yoshlarni kelajakdagi maqsadlari, qaysi sohada ketishlari haqida fikrlarini eshitishdi. Bunda men o'zimni ilmiy faoliyatimni yuritishim, chet elda magistratura bosqichida o'qimoqchiligimni aytdim va bunga kerakligicha yordam ko'rsatilishi, turli hokimiyat tomonidan turli yordamlar berilishi kerakligi haqida aytib o'tildi. Va bu berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, ilmiy faoliyatimni davom ettirish harakatida bo'laman. Top 100 talikka kiradigan universitetlarda magistratura bosqichida o'qish niyatimda bor. Asosan sun'iy intellekt sohasida o'qish niyatidaman va O'zbekistonga kelib, bu ilmiy faoliyatimni keyingi bosqichlarga chiqarish niyatidaman.